Xo'p, Umarbek, assalomu alaykum. Qalaysiz? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xo'p, natijangiz bilan tabriklayman avvalambor. Demak, bizda 7,5, listening 7,5, reading ham 7,5, writing ham 7, speaking 8 bo'lib ketibdi, ha? Okay, zo'r. Xo'p, qaysi kursda o'qidingiz Umarbek? Booster 5. Okay, Booster 5. Kursga kirayotgan paytingizda qanaqa edi natijangiz? Ayniqsa reading listeninglaringiz? 6 bor edi. Bundan oldin olgandim 6 o'sha payti. Hop, reading ham 5,5, listening ham 6,5, writing 6, speaking ham 6 edi. Okay, shunda kursda o'zida reading listeningda 1,5 2lik o'sish bo'lyapti, to'g'rimi? Reading 5,5 dedingiz, a? Reading 5,5, listening 6,5. Okay, listeningda bo'lmasa 1 ballik, readingda 2 ballik o'sish bo'pti ekan, speakingda ham 2 ballik. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bo'ldi jarayon? Onlayn kursda o'qisa bo'lar ekanmi o'zi yo'qmi? Nima plyus, nima minus tomonlari bo'ldi mana Booster 5 da o'qigan ekansiz? Onlayn o'qish juda ham yaxshi bo'ldi. Uni ustiga darslar qayta bo'lardi. Ertalab bitta bo'lardi, obedda, keyin kechqurun yana bitta bo'lardi. O'shaning uchun bir kunga prям 3 mahal dars olganimiz uchun uyga esa shuni ertalab dars bo'lardi, uyga esa qilardik, shuni tugatganda o'sha ikkinchi dars boshlanardi sirasi. O'shaning uchun bu konsistent o'qish bo'ldi-da. Esizdami, kursdan oldin aytgandim, haqiqiy bir abituriyentcha o'qish bo'ladi, his qilasizlar buni degandim. O'sha narsani his qildingiz bo'lmasa, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Okay, mentorlikda o'qiganmidingiz yo mentorsizdami? Mentorsizda o'qiganman. Demak, o'zingiz disiplinani ushlab, hamma darslarga kirib, hech qanaqa nazoratsiz shunaqa natija ko'rsatishingiz, to'g'rimi? Shunaqa. Okay, zo'r. Nima kamchiliklari bo'ldi kursda? Qaysi tomondan minuslari bor edi? Men kamchiliklarni sezmadim, ammo darsni o'z vaqtida o'tkazish, o'sha yozilgan vaqtida. 1-2 kun qanaqadir vaziyatlar bilan dars qoldirdik, make up qilib o'rniga. Da, endi O'shaning uchun. bo'ladigan narsa. Da, okay. Shunaqa. Zo'r. Atak, o'zi yozda bo'lgan dars haqiqatan zo'r bo'ladi, chunki hech qanaqa distractorsiz o'qish yo'q, maktab yo'q, institut yo'q, sessiya yo'q. Bemalol dars qilgansizlar-da, to'g'rimi? Shunaqa. Okay, zo'r. Umarbek, natijangiz bilan yana bir bor tabriklayman. Hayotda eng kam erishgan, eng kichkina yutug'ingiz shu bo'lsin. Shunga tilakdoshman. Bundan katta yutuqlarga erishib, mendan suyunchi olish nasib qilsin. Ilohim aytganingiz rahmat. Kattakon rahmat Umarbek, charchamang, salomat bo'ling.